Salom hammaga. Hozir bizda ertalabki ovqatni tayyorlayman. Bugungi video peritonit kasalligi haqida sizlarga gapirib beraman. O'zim bilganlarimni sizlar bilan bo'lishishga harakat qilaman. Ertalabki ovqatimiz bu yerda spetskorum bilan jo'xorini yormasi, bu yerda sabzini o'zi, bu yerda piyoz bilan chesnok, shuni aralashtirib olamiz. И qaynatilgan po'choq. Shuni aralashtirib olib beraman hozir. Aralashtirib oldim. Aralashtirib oldim. Hozir to'g'liga beraman. İki yarım oylik jo'jalar. Berdim. Shu peritonit kasalligi bilan kasallangan. Ishtahasi bo'lmaydi, ovqat yemaydi deyarli. Bu kasallik bilan kasallangan o'tgan 7 kun ichida nobud bo'ladi deyilgan. Men 2 kun bo'ldi buni bilib qolganimga. Hozir bunga dori qilamiz. Dori qanaqa dori? Oksitratsilin. Yarım kubik olib, yarım litrga soldim. Agar ichmasa og'zidan shpritsda ichirasizlar. Bo'lmasam shunday berasizlar. Hozir ichirib ko'raman. Hozir berib ko'raman, ichadimi? To'g'lanni qizib yubordim. Ovozim yaxshi eshitilishi uchun. Bu kasallik haqida o'zim bilganlarimni aytib o'taman hozir. Bu kasallik yosh to'g'lida ko'proq uchraydigan kasallik. Chunki tuxumdan yetilmasdan yorilib ketish natijasida qorin bo'shlig'iga tushib yiringlashib boshlaydi. Yiringlashdan keyin qorin ishishni boshlaydi, tarang bo'lib ishadi. Tug'i tojlari ham ko'karishni boshlaydi, ovqat yeyish to'xtatadi. Bunga sabab nima? Bunga sabab tepadan sakrab urilishi natijasida, karmushkalarga urilishi natijasida, keyin vitaminlar yetishmasligi, A, D, E, B2, B12, tug'uxona namligida yuzaga keladi. Xo'p, qanaqa ajratamiz buni? Qorinni tekshiramiz. Qorin ishgan bo'lib, yorilib ketadigan darajada, xuddi yorilib ketadigan darajada bo'ladi. Keyin ishgan joylari
patlari to'kilishni boshlaydi. Keyin birinchi alomati shunaqa orqa tarafi axlat bo'ladi. Shunisidan birinchi belgilari shu. Keyin bu kasallikni oldini olish uchun, profilaktika uchun suvga chesnok, gandori qilib berish tavsiya qilinadi. Olmali uksuzi 5 litrga 1 qoshiq qilib beriladi. Haftasiga 1 marta berib turilsa yaxshi, ham tuxumlashiga ham kasallikni oldini oladi. Rakushka, eng keragi rakushka to'g'laga. Rakushkani iloji boricha doimiy ratsionga kirish kerak. Hozir ozgina ichdi bu dorili suvni, endi noiloj shpritsda ichiramiz. Shpritsda ichiraman hozir. Hozir bizda kech payt bo'ldi уже. Tuxumlar qo'qillab yuruvdi. Balkim o'tirib qolar. O'rnidan turmasa tagiga 15 ta qo'yamiz tuxum. Kechgacha poylaymiz. Agar yotishda davom etsa 15 ta tagiga qo'yaman tuxum. Oldingi yil ham 2 marta qurt bo'lgandi bu tovuq. Yaxshi ochib chiqadi. Ko'ramiz. Video yoqqan bo'lsa like, savolinglar bo'lsa kommentariyada kutib qolaman. Xayr, salomat bo'ling.